turbochargerni ishlash prinsipini o'rganamiz va nima uchun turbochargerga 0 ga 20 mol quyishimiz kerak degan savolga javob topamiz. Turbocharger ikkita ulitka, ikkita parrak va bitta o'qdan tashkil topgan bo'ladi va ichkarisidagi moy kanallari albatta. Endi ishlash prinsipi qanaqa bo'ladi? Ishlash prinsipi vyxlop, ya'ni chiqaruvchi gaz kelib, men parrakni aylantirgandan keyin o'shan bilan bitta o'qda yotgan kirituvchi intake manifoldga havoni podpress, ya'ni kompressiya bilan haydab beradi. O'shani hisobiga kompressiya, havo so'rish yengil bo'ladi. Endi nima uchun turbochargerga 0 ga 20 mol quyish kerak degan savolga bo'lsa, javob mana sizga mana shu o'qdagi joylashgan ko'rib turganingizki kichkina moy kanallari, ya'ni sovutish tizimi juda ham kichkina va bunda 0 ga 20 dan quyuq bo'lgan moy harakatlanishi juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun turbocharger bor dvigatellarga faqat 0 ga 20 moy tavsiya beriladi. Aman sizlarga Gollandiyada ishlab chiqarilgan Amerika brendi Valvoline moyini tavsiya beraman. 0 ga 20 Dexus 1 Gen 3 sertifikatiga ega. Nafaqat GM turbo dvigatellarga, balki hozirgi zamonaviy barcha dvigatellarga to'g'ri keladi. Qo'rqmasdan quyaverasizlar.